Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, do'stlar, ko'p to'lanizin 3 qavatli kvartira sotiladi. 3-etajında ben adresini aytadigan bo'lsak, Xankadan Medre kirib kelsak, doğru Medre Poskaydan o'tamiz 3-ko'cha. Bir de 2 sotiklik namunaviy joylar bor. Bir de bakça, maktab, buchalar ham ishida, bir de gazdan, suvdan problemi yo'q. Svetdan Yashinamizning ko'chasi Yashin Kalandar ko'chasi deydilar do'stlar. İçanlarni batafsil tushuntirib boraveramiz. Bandina podvallar ham bor do'stlar. Qishni kuni vach qo'yaman desangiz, banka duzlangan o'zlarini ajoyib turadi. Yine beraman mramordan keng podezlar ham İçanını gösterdiğim olsak. Dostlar 1.78 kvadrat metre. Yine bir de zalatsanız hem болады yine. Balkon ham yine bor. Yine. Yazın günü açık koysanız ham Şamal gelip durada bu zengini. Bu kuxniya geladigan bo'lsak, yine kuxnisi ham katta. Yine gaz ham o'tgan turbasi. Yine bir de otopleniylik tayyor turibdi. Ham yer otopleniyni kaldırıp ketganlar meni turbalarni o'tirasa, istashgan tenda qolib ketadi. Kanallarni ko'rib turibsa, yine birinin banyosu. Tuvalet отдельный. Banyo tuvalet отдельный. Yine aytib o'tganimdek, otopleniya joy tashlab ketganlar. Svetlar montaj bo'lgan. Ajoyib gaz bor joy. Yine bu anlamda zalatsangiz bo'ladi. Pulga keladigan bo'lsak do'stlar, 140 million расход etganlar, qolganini kredit etib to'layverasizlar. Xohlasangiz 2 bo'lib to'lashingiz mumkin 140 millionni. Dekabrgacha bersalar bo'ldi, 2 bo'lib to'lab turibdilar. Telefon urasa, telefonda barcha ma'lumotlarni olaverasizlar, xudo xolasa. Yine gaz bor zo'r joyda. Bir yine maktab, bakça bir adım yine. Gazona kurib qo'yibdilar, bolalarınız iç kısmıydı. Kimlarni qiziqtirsa, bemalol telefon uraverasizlar.